Ba'zi holatlarda o't qopidagi muammoni davolashdan ko'ra, uni olib tashlash muammoni yechimi hisoblanadi. Quyidagi holatlarda agar sizda kuzatilsa, o't qopini olib tashlash eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Agar og'riqlar qayta-qayta takrorlansa, ovqatdan so'ng og'riqlar kuchaysa, bu o't tufayli yallig'lanishni surunkaliga o'tishiga olib keladi. Ularni dorilar bilan vaqtincha korreksiya qilish mumkin, lekin bu muammoni hal qilmaydi. Ikkinchi belgi bo'lib, o't qopidagi xurujsimon og'riqlar. Keskin og'riq, ko'ngil aynishi, ba'zan qusish bilan kechuvchi xurujsimon og'riqlar asoratlar xavfini oshiradi. Keyinchalik esa shoshilinch operatsiyaga muhtoj bo'lishi mumkin. Uchinchi belgi bo'lib, ultratovush tekshiruvida o't qopi devorining qalinlashi va o't qopida toshlarning aniqlanishi. Bu surunkali yallig'lanish belgisi bo'lib, bunda o't tufayli endi normal ishlamaydi va doimiy xavf manbaiga aylanadi. To'rtinchi belgi bo'lib, o't qopidagi og'riqlar, xurujlar asoratlar bergan bo'lsa, asoratlar bo'lib oshqozon osti bezi yallig'lanishi, pankreatit, o't qopining yiringlashi, o't yo'llarining to'silishi hisobiga sariqlik rivojlanishi. Beshinchi belgi bo'lib, bu hayot sifatini yomonlashtiruvchi holatlar. Agar inson yillar davomida parhez qilib, ovqatlanishdan qo'rqib, og'riqlar bo'lganda dorilar bilan bartaraf bo'lsa, bu kasallikni davolash emas. Bu shunchaki simptomlarni bartaraf qilish bo'ladi. O't qopini oldirish qo'rqinchli emas, balki sizning hayot sifatini yaxshilashning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Yuqoridagi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar uchun kommentariyada murojaat qiling.